Xo'p, akalar, 2026-yildan beri ishlab chiqarilib kelayotgan Cobalt MCMda Android Autoni ishlatishni o'rganamiz. Birinchi USB portga kabelni ulaymiz. iPhone, Android farqi yo'q, любой tushaveradi. Keyin menyuga o'tamiz. Android Autoga kiramiz. Mana Google karta ishlaydi. Keyin telefonning o'zidagi qo'shiqlarni eshitsa bo'ladi. Hop, menyusida telefonda o'zini programmalari bo'ladi. Lekin afsuski YouTube ishlamaydi, Google ishlamaydi. Yandex Navigator pullik, oylik to'lovi bor. Hop, YouTube ishlamasligi o'zi yopib qo'yilgan zavod tomonidan. Buni bitta programma 100 ming, 200 ming atrofida turadi. CarPlay yaxshi $100 olmasa yaxshi ishlamaydi. Lekin o'yinlari 10 tacha o'yinlari bor ekan. Hammasini o'ynasa bo'ladi. Lekin ishlatishga bo'ladi. Google kartani o'zi ham ancha narsalar ko'rsatar ekan.